Ho'p. Endi qarang, noyabr ekzameni juda ham yaqin, lekin sizni vaqtingiz juda ham kam. Qanaqa to'g'ri tayyorgarlik qilsa bo'ladi? Nimalarga ko'proq e'tiborli bo'lish kerak? Tayyorgarlikni nimadan, qanday boshlash kerak? Shular haqida demak gaplashib o'tamiz. Ekranga e'tiborli bo'ling. Imtihonda sizga birinchi bo'lib taqdim etiladigan, readingga nisbatan ham qiyinroq bo'lgan part bu listening hisoblanadi. Lekin listening ko'tarishga eng oson part, eng oson manimcha skill hisoblanadi. Chunki listening bizani hayotimiz bilan birgalikda bog'liq. Speakingni ko'tarmoqchi bo'lgan har qanday odam reading qilmasa ham o'z-o'zidan baribir listeningni bir-biriga bog'laydi. Shuning uchun ham listening albatta har bitta til o'rganayotgan o'quvchida yaxshi darajada bo'lishi kerak. Kimdir bilan muloqot qilayotganligingizda u bilan to'g'ri muloqot qila olish, u bilan o'sha aytilayotgan gaplarni tushuna olish uchun ham bu narsa juda ham kerak hisoblanadi. Shuning uchun ham demak hammamiz listeningimizni yaxshi darajada rivojlantirib olishimiz kerak. Ko'pchilikni aynan listening qismida balli past chiqishini, aynan listening qismida o'zi xohlagandek natija ola olmasligining asosiy sababi listeningdagi understandingni yo'qligi. Ya'ni bizda shu bir qator sabablar borda baribir. Birinchisi, listening mana readingda xuddi comprehension degan tushuncha bor. Bilasizmi? Mana shu yerga chekkaroq yozaman. Yaxshilab qaraymiz. Demak, bizda readingda comprehension degan narsa bor. Buni ko'pchiligimiz juda ham yaxshi bilamiz. Comprehension bu tushunish degani. Aynan listening qismida ham mana shu comprehension juda ham katta ahamiyatga ega. Comprehension bu tushunish degani. Berilayotgan fikrlar to'liq tushunilishi lozim. Berilayotgan ideyalar, yetkazib berilmoqchi bo'lgan fikrlar barchasi to'liq yoritib berilganda, siz uni tushuna olishingiz ham yana bitta eng asosiy tomon hisoblanadi. Shuning uchun ham practice qilayotgan vaqtimizda comprehensionni, ya'ni tushuna olishni yaxshilash bo'lishi kerak. Comprehensionni oshirish uchun bizda nima ko'proq foydali? Bu bizda connected speech deyiladi. Ko'pchilik bu narsadan xabari bo'lsa kerak. Connected speech degani bu fikrlarni, ya'ni ko'pchilik bu narsani agar listening eshitgan bo'lsangiz kerak. Connected speech o'z-o'zidan connect bog'lamoq degani, speech demak nutq, ya'ni bog'langan nutq. Bu nima degani? Bog'langan nutq degani berilayotgan ideyalarni, berilayotgan so'zlarni alohida demak aytmaydida. Masalan, bir-biriga qo'shib aytadi. Mana shu narsa connected speech deyiladi. Masalan, mana bu yerga qarang. Oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, I'm a dog person really deyapti. I'm a dog person really. Mana shu gapimizning ma'nosi, men itman degan ma'noni bildirmaydi. Bu yerda men juda ham itlarni yoqtiraman degan ma'noni anglatadi. Demak, nimadir yaxshi ko'rishda I am a music person, I am a travel person desa bo'ladi. Ya'ni men juda yaxshi ko'raman. Xullas I like sinonim bo'ladi. Aynan men sayohatman, men hayvonman degan ma'noni anglatmaydi. Birdan grammatikasini o'rganib ketdim. Endi qarang, connected speechda qanaqa bo'ladi? Masalan, I am a dog person really. Ya'ni ingliz tilini o'rganayotgan odam mana bunaqa gapiradi. I am a dog person really. Lekin bizda agar e'tibor bergan bo'lsanglar, bizda qanaqa gapirishadi? Aynan imtihonlarda, aynan native speakerlar qanaqa gapirishadi? Ular masalan mana bunaqa gapirishadi. Birinchi bo'lib, demak I bilan boshlanadi. Ya'ni men aytilishini yozyapman. I am a dog person really. Yoz. I am deymiz birdaniga. Imam bu yerda a article bor, e'tibor bering. A article bor. Endi men bu yer oxiriga qo'shib ketiladi. I am a. Endi aytilgan paytda dogni boshidagi d qo'shib ketilinadi. Ya'ni bularni hammasi bir-biri bilan sekin-sekin bog'lanib ketadi. I am a dog person really deganda, I aytgan paytingizda I am deb birdan aytasiz. Men aytayotgan paytingiz a qo'shib yuboriladi. I am a deysiz. Keyin n aytgan paytingiz mana bu d qo'shib yuboriladi. I'm a dog. Endi mana bu dogni person davomiga qarang, person. Keyin person qo'shib ketdi. Dog person really. I'm a dog person really. Yoz qarang, biz demak cho'zib aytgan bir o'rnimizda native speakerlar bu narsani umuman boshqacha shaklda aytishadi. Ya'ni ularning speech juda ham bir-biriga bog'liq bo'ladi. Ko'pchilik bu narsaga amal qilmaydi-da, tushunmaydi, qiynaladi, ma'lumotlarda qanaqa berish kerakligini, qanaqa nimaga ko'ra ifodalash kerak ekanligini yaxshi tushunishmaydi. Lekin qancha e'tiborli bo'lsangiz, bu narsani shunchalik ma'nosidan ham ajratib olishingiz oson bo'ladi-da. Shuning uchun ham ko'proq practice qilib, ustida polni ishlab ketavergan, demak eng yaxshi
eng o'rinli natijani bizga ta'minlab beradi. Shuning uchun ham mana aytayotgan paytimizda masalan I'm a dog person really deyapmizmi? Bo'ldi. Mana shu aytilayotgan gapimiz точно demak aytilayotgan qismida to'liq ifodalanib, to'liq ochib berilishi kerak. Tushunyapsan? Demak, bir-biriga qo'shib gapirilganda, aynan mana shu qism bizani listeningimizni tushunmasligimizga sabab bo'ladi. Chunki bir-biriga qo'shib gapirilgandan keyin, masalan, dona-dona gapirsa, qaysi so'z aytayotganligini siz ajratib ola olasizda, lekin qo'shib gapirilganda ajratib olish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham sizlarga beradigan eng katta maslahatim aynan listening qismida demak qancha bu joyga e'tiborli bo'lsak, qancha demak buni ustida ko'proq ishlaydigan bo'lsak, demak bu bizga juda ham katta yordam beradigan tomonlardan biri bo'lar ekan. Listening comprehension. Tak, kanalga qaraysizlar, men sizlarga bitta post tashlab qo'yaman. Tak, keyingi qismga qaraymiz. Demak, nima uchun ko'pchilik tushunmasligini bildinglar. Xo'p, keyingisi, demak, ba'zi bir holatda audioni sifati har doim ham yaxshi bo'lmaydi, mo'kiladi, lekin imtihonda audioni sifati 100% o'z joyida bo'ladi, o'z o'rnida bo'ladi. Lekin ko'pchilik yechishda noto'g'ri metodlarni ishlatadi. Masalan, oddiygina deylik, part 1, part 2 ko'pchilikka muammo emas. Ko'pchiligimiz qiynaladigan part 1 ko'pincha part 5 bo'ladi. Shunga o'xshash partlarda biz ko'pchiligimiz qiynalamiz. Keling shu haqida gaplashamiz. Masalan, part 5 ga qanaqa demak javob bersa bo'ladi? Masalan, birinchi bo'lib siz mana part 1 ni, part 2 ni, aynan part 1 ni endi iloji yo'q, lekin part 2 ni bir marta eshitganingizni topib, ikkinchi marta qo'yib berganida maksimal qiladigan harakatingiz bor e'tiboringiz demak ekstraktlarga qaratilishi kerak. Chunki part 5 ni qisqa vaqtda birdan tarjima qilib bo'lmaydi, tushunarli? Shuning uchun ham demak qancha ustida ishlab tahlil qilsangiz, bu sizga zo'r yordam beradi. Ma'nosiga ham shunchalik oson, shunchalik oddiy tarzda tushunib olasiz. Shuning uchun ham bu kerak. Demak, you will hear two people talking about their work as website designers. Demak, bu yerda aytyaptiki, siz odamlarni eshitasiz va u odamlar demak website designers degan o'sha website dizaynerlari bo'lishadi va shu haqida bir-biri bilan gaplashayotgan website dizaynerlari sifatida ishlaydigan odamlarni o'sha bir-biri bilan gaplashayotganligini eshitasiz, deyapti. Demak, biz ularni to'liq eshitib, mana bu pastdagi savolga javob topishimiz kerak. Ekranni sal kattalashtiraman sizlarga yaxshi ko'rinishi uchun. 24-savolda nima deyapti? How does the man feel about the work? Demak, bu yerda man degani erkak degani bilasiz. Man feel about the work. Ishda erkak o'zini qanaqa his qilyapti? Birdan screen qilib tashlab yuboray, menimcha screenshot qilingani baribir kerak bo'lsa kerak. Xo'sh. Ekranni birdan screen qilib tashlab olaylik. Bir boshdan hammasini tushuntirib, demak, o'zgartish e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan tomonlarni o'rgatib, tahlil qilib o'taman. Shu joydan ham siz yanada yaxshiroq, yanada ahamiyatliroq tushunishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham practice o'rinlarida bu juda ham kerak. Hozir men ekranni rasmini tashlab yuboraman. Just a second. Mana shu ayniqsa multiple choice savollariga ko'pchilik qiynalishining asosiy sabablaridan biri multiple choice listening comprehension. Listening comprehension o'sha hozir aytib turganimizdek gaplarni tushunilishida. Bu yerda sizlarni shunchalik chalg'itib qo'yadiki, o'zingiz olib turgan, o'zingiz mana bu bo'lsa kerak degan variantingizni, menimcha bunisi bo'lsa kerak deb adashtirib yuboradigan holatga olib kelib qo'yadi. Chunki gapni shunaqa aylantiradida, keyin oxirida yo menimcha birinchi aytgan fikring to'g'ri ekan shekilli deb qo'yadi. Bo'ldi-da, endi siz birinchi aytgan gapini eslolmaysiz, chunki eng oxirgisiga harakat qilayotgan bo'lamizda. Ya'ni tushunishga harakat qilinganda eng oxirgi ma'lumotni biz ko'proq yaxshi eslab qolamiz. Shuning uchun ham bu yerda xatolar qilib qo'yish ehtimolimiz katta bo'lar ekan. Lekin e'tibor bilan to'liq tahlil qilib ustida yechadigan bo'lsak, lekin bunaqa strategiyadan hech qachon qiyinchilik yoki adashib ketish unaqa minuslar bo'lmaydi. Endi qarang, bizda qanaqa demak qismlar ketyapti. Masalan, 24 ta. How does the man feel about the work? Demak, erkak o'zini ishda o'sha qanaqa his qilyapti? Birinchi keywordimiz mana shu demak bo'lyapti. Ish haqida deyapti. Birinchisi va o'zini qanday his qilyapti? Kim o'zini? Erkak. Bu yerda ko'pincha mana shu dialoglarda bittasi ayol, bittasi erkak bo'ladi-da. Sizni qulog'ingizni nimadir fikrni eshitganingiz bilan aldab qo'yadi-da, lekin o'zi aslida asosiy urg'u ayol bilan erkakda bo'ladi.
Ya'ni ayol masalan deydi, "Men bu fikrga qo'shildi" deydi, lekin u fikrga o'zi aslida erkak gapirgan, erkak qo'shilgan bo'ladi. Lekin o'sha narsa aytilganligi uchun biz endi qulog'imiz o'rgandi-ku, o'sha narsa aytildi. Shuning uchun biz endi noto'g'ri demak tushunchalarga boramizda variantlarni o'z o'rnida adashtirib yuborishimiz ehtimoli katta bo'ladi. Shuning uchun ham bu joylarga diqqatli bo'lish kerak. Ada nima deyapti? He finds the creativity stimulating. Demak, ayni kreativlikni u stimulating deb topdi ekan. B'da he would like to use his academic training more. Demak, u akademik trainingini ko'proq ishlatish xohlaydi. He would like to use his academic training more. C'da esa he gets more satisfaction from being a part of team. Satisfaction degani qoniqish degani. Demak, u juda ham qoniqishga ega bo'ladi qachon? From being a part of a team. Ya'ni jamoani bir qismi bo'lishdan u juda ham qoniqadi, deyapti. 25 ta esa what do they both think about the job? Ularning ikkalasi ham, demak qarang, bizda urug'i bittasini fikri haqida emas, ikkalasi ham. Sizda 3 ta variantda ham listeningni ichida aytish ehtimoli katta, lekin ularni biz qanday qilib bir-biridan farqlashimiz kerak? Qanday qilib ularni biz bir-biridan farqlashimiz kerak? Bu yerda eng asosiy farqi, aynan bularda ikkalasi ham ma'qullagan javob bo'lishi kerak-da. Ikkalasi ham ma'qullagan javob bizda to'g'ri javob bo'ladi. Demak, A'da aytibdi, it's a difficult career to get started in. Deb boshlab olish uchun bu qiyin karyera deyapti. Ya'ni boshlanishiga qiyin. B'da nima deyapti? It's an important because, ya'ni bu juda ham ahamiyatli, chunki it's an important to be able to work flexible hours. Flexible hourlarda ishlay olish juda ham ahamiyatli deyapti. Demak, it's poorly paid job, ya'ni yaxshi haq to'lashmaydi. For the amount of work involved. Ya'ni o'sha qiladigan ishingizga yarasha yaxshi haq to'lashmaydi bu ishda sizga degan tushuncha berilyapti ekan. Endi biz nima qilishimiz kerak? Asosiy e'tiborni ma'nosiga va ularni to'g'ri o'rinli tarzda o'sha yoritib berilishiga qaratishimiz va to'liq bu yerda fikrlarimizni ifodalab o'tishimiz lozim. Menimcha bu ideyalarning hammasi tushunarli bo'lyapti. Qancha e'tibor bilan to'liq tahlil qilib o'tadigan bo'lsangiz, tushunchalarni shunchalik oson, shunchalik o'rinli tarzda o'sha yoritib ifodalab o'tsa bo'ladi. Ularni yoritishda ham, ifodalashda ham, boshqachasiga ham hech qanaqa sizda qiyinchilik yoki tushunmovchiliklar uchramaydi. Demak, mana shu joygacha tushunarli bo'ldi. Endi audiosini qo'yib beraman. 2 marta eshitasizlar, xuddi imtihondagidek. 3-martasini birga tahlil qilib ko'ramiz. Bo'ladimi? Tayyor bo'lsanglar ketdik. Yes, demak ketdik-a? Okay. Yaxshi. Xo'p, bu part o'zi unchalik qiyin emas, shunchaki bizni adashtirib yuboramizda. Adashtirib yubormaslik uchun har bitta detalyigacha e'tiborli bo'linglar-da. Oxirgi xulosasida nima deyishini qidirishga harakat qilish kerak. Oxirgi xulosasi nima deb tugatadi? O'rtadagi gaplarni polni yetkazishga harakat qiling. Oxirida ko'pincha chalg'itadi. Ketdik. Part 5. You will hear 3 extracts. Choose the correct answer, A, B, or C, for each question, 24 to 29. There are 2 questions for each extract. Mark your answers on the answer sheet. You now have some time to look at questions. Extract 1. You hear 2 people talking about their work as website designers. Now look at questions 1 and 2. Birinchi va ikkinchi savollarga qarang. Hozir biz tahlil qilib chiqdik. Imtihonda ham bunga vaqt beradi, lekin to'liq tahlil qilib olishga vaqt yetmaydi-da, shuning uchun. As a kid, I was always messing around on computers, so ended up doing a degree in computer science. Though strictly speaking, it isn't necessary for this job, it did mean I could walk straight into it. What companies want is people who can come up with ideas. I get a buzz from that side of it, even when it's hard. It's a fluid working environment, so hours aren't fixed and can be long in relation to the salary. I generally like to work on my own, but a web designer can't produce stuff in a vacuum because by its very nature, it's a collaborative effort. Well, I didn't go the university route, but worked part-time with different companies and made loads of contacts who've come in handy. Got my foot in the door, so to speak. Then I got a full-time job offer that got me on the ladder. It wasn't easy, and considering what you put in, the job's not the big earner that people assume it is, well, at least not at the beginning. I supplement it by writing reviews of other people's sites, but I enjoy the flexibility. I like working with other people, and that's key. As a kid, I was always messing around on computers,
so ended up doing a degree in computer science. Though strictly speaking, it isn't necessary for this job, it did mean I could walk straight into it. What companies want is people who can come up with ideas. I get a buzz from that side of it, even when it's hard. It's a fluid working environment, so hours aren't fixed and can be long in relation to the salary. I generally like to work on my own, but a web designer can't produce stuff in a vacuum because by its very nature, it's a collaborative effort. Well, I didn't go the university route, but worked part-time with different companies and made loads of contacts who've come in handy. Got my foot in the door, so to speak. Then I got a full-time job offer that got me on the ladder. It wasn't easy, and considering what you put in, the job's not the big earner that people assume it is. Well, at least not at the beginning. Supplement it by writing reviews of other people's sites, but I enjoy the flexibility. I like working with other people, and that's key. Okay. Demak, tugadi. Mana shugacha bo'lgan qismi. Endi sizlarga aynan kommentariya bemalol ochiq 24 va 25 uchun qaysi javoblarni demak tanlagan bo'lar edik. Agar imtihondaman deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz, ushbu partlarga qaysi javoblarni tanlagan bo'lardingiz? Kommentariy qismida ularni yozib qoldiring. Hozir sizlar bilan birgalikda bitta-bitta tahlil qilib, har bittasi nima uchun variant bo'lganligi bilan to'liq tushuntirib o'taman. Xo'p, bu yerda endi bizda 24 ta to'g'ri javob bizda academic training haqida unaqa emas edi. Demak, buni ko'proq qiz bola urg'u berdida. Keyingisida esa jamoani bir qismi bo'lib ishlash ham ko'proq qiz bolaga yoqardi-da. Lekin bizda to'g'ri javob A bo'lyapti. Ya'ni oldindan juda ham kompyuterlarga qiziqishi haqida gapirdi bola. Keyin demak kreativ bo'lganingizda yaxshiroq, ya'ni shunchalik o'sha zo'r bir kreativ bo'lgan fikrlar siz miyangizga keladigan bo'lsa, ancha ifodalashingiz, ancha bu kasb siz uchun oson bo'ladi agar kreativ bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun to'g'ri javob bizda 24 uchun aynan A variantga keladi. O'zi veb-sayt dizayner bo'lish uchun kreativlik kerakda. Agar bunga sal miyani ishlatsam to'p olsa bo'lardi. O'sha nima vaqtida ham, audio vaqtida ham shunga ayniqsa urg'u berib o'tdi. 25 ni javobi qanaqa bo'ladi? Demak, boshlab olish uchun qiyin dedi. Demak, manga environmentlari haqida gapirilganda, to'g'ri, demak, boshlab olish qiyinligi haqida aytib, lekin bu fikrni ikkalasi ham ma'qullamadi. Ikkalasi ham aynan bunaqa fikrda emas-da, bitta donasi edi. Shuning uchun A variant chiqib ketadi. Flexible hourlarda ishlash ahamiyatli dedi. Naborot, flexible demadi, fixed dedi. Ya'ni точно bir vaqtga qo'yilgan va nima deb ketdi davomida, va siz ishga oladigan haqingizdan ko'ra ish ko'proq davom etadi. Ya'ni agar o'sha nimaga oylikka solishtiradigan bo'lsak, ish oylikdan ko'ra ko'proq deb ketdi-da. Mana shu yerda endi biz javob sifatida qaysi biri tushishini, qaysi biri ma'no jihatdan aynan to'g'ri kelishi bo'yicha bir e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, bu yerda asosiy keywordimiz o'z-o'zidan, demak, C variantga to'g'ri kelar ekan. It's a poorly paid job. Yaxshi demak to'lanmaydi. Yaxshi demak nima berilmaydi? Poor paid job. Yaxshi narx berilmaydi u yerda. Demak, aynan ishlaganingiz evaziga. Demak, bizda asosiy urg'uli joyi shu orqali qo'yilar ekan. Shuning uchun keywordni ham aynan shunga qarab belgilab ketishimiz kerak bo'lar ekan. Tushunarli? Nima uchun bu variant bo'lganligini, nimaga qarab, qanaqa qo'yishimiz kerak ekanini menimcha hammasini tushuna oldingiz. Demak, ahamiyatga ega bo'lgan qismlari nimalarga ko'ra ketish kerak, menimcha bular tushunarli bo'ldi. Xo'p, savollar bo'lsa, yoki tushunmagan joylar bo'lsa so'rasanglar bo'ladi. Mana shu ikkita variant tushunarli bo'ldimi? Xo'p, keyingi ikkitasiga o'tamiz. Keyingi ikkitasi demak nima haqida, nimaga ko'ra ketadi? Keyingi ikkitasi 26 va 27-savollar. Demak, bunda biz you hear two cyclists talking about their sport. Demak, siz ikkita o'sha velosiped haydovchilar haqida gapirar ekansiz. Ular o'zlarini sportlari haqida, demak, yetarlicha o'sha tushuncha berishar ekan. Biz nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda diqqat bilan tinglashimiz va ikkita o'sha sportchini o'zlarini sport turlari haqida beradigan javoblarni topishimiz kerak bo'lar ekan. Bu yerdan sportlari haqida deyapti. Demak, bizda keyword aynan mana shu orqali
berilar ekan. Demak, 26da bizda nimani so'rayapti endi keywordlarni belgilab beraman. 26da the man thinks his success as a cyclist is due to, demak, aynan o'sha velosipedchi, ya'ni xuddi shunaqa bir sportchi sifatida uni muvaffaqiyati nima sababli erkakni o'ylashicha, demak biz erkak kishini gaplariga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Is due to nima sababli u muvaffaqiyatga erishgan. A'da aytyapti his complete dedication, uni mutlaqo o'sha o'zini bag'ishlaganligi, fidokorligi uchun deyapti. B'da esa the age at which he started, ya'ni o'zi o'sha boshlagan yoshidan, ya'ni katta ehtimol bilan ertaroq boshlagan bo'lishi mumkin. Shu haqida ketadi gap. Demak, which he started, u boshlagan yoshida eng asosiy demak muvaffaqiyatga erishgani. S'da esa a series of great role models. Role models degani ungacha bo'lgan, ya'ni u uchun bo'lgan yaxshi namunalar sababli u juda ham muvaffaqiyatli bo'lib ketgan deyapti. Namuna degani u kimlarnidir o'ziga namuna deb, kimlargadir havas qilib ularga ergashgan. Shuning uchun ham role modeldagi yaxshi odamlar uchun deyapti. Keyingi o'rinda esa 27-savolda when talking about cycling in velodrome, demak velodromda cycling qilish haqida gap ketsa, ayolning fikricha mana women reveals her, demak ayol o'zini nimadirni oshkor qilar ekan. Oshkor qilish degani reveal, okay? Demak A'da debdi fear of dangerous sports, ya'ni xavfli sport turlaridan qo'rquvini aytar ekan. Demak o'sha bunaqa nimaga minish haqida, ya'ni adashmasam bu bitta g'ildirakli bo'ladi-ku, shu haqida bo'lsa kerak. O'sha demak xavfli sport turlaridan qo'rquvini demak oshkor qiladi deyapti. B'da inability, qilolmaslik deganida to follow instructions, ko'rsatmalarga amal qilolmasligidan qo'rqadi deyapti. S'da esa willingness to accept a challenge, ya'ni bu yerda o'sha qiyinchilikni, demak qiyinchilikni qabul qilishga bo'lgan xohish deyapti-da. O'zini qiyinchilikni qabul qilishga bo'lgan xohishini reveal degani o'sha oshkor qiladi, aytadi degan bizda ma'lumot ketyapti. Endi biz diqqatli bo'lib bu 26 va 27-qismlarni eshitishimiz kerakda. Demak, nimaga ko'ra, qayerga ko'proq urg'u berilayotganligi bilan birga to'liq tahlil qilib o'tishimiz lozim. Shunda ularni adashtirib yubormaymiz, tahlillarimiz ancha oson bitadi, praktislagan o'zimizga ham oson bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar, demak ketdik. Audiosini qo'yib eshittiraman. Extract 2. You hear two cyclists talking about their sport. Now look at questions 3 and 4. How long have you been cycling then? I started road cycling when I was 6 and got hooked immediately. I practiced sprinting between two streetlights over and over. I've always been competitive and I work harder than anyone else. If I don't win, I need to know why. I copy the person who beat me. I won't stop till I'm better than them. The stiff competition in the cycling world is what drives me. You've been to the velodrome, haven't you? Yeah, the track itself is amazing. Such a steep angle and the bikes have no brakes. If you stop pedaling, it stops. Although I'm not such an experienced cyclist as you, I jumped at the chance to try it. Wow! From the position of the start line, that steep slope looks like a mountain. I was told the faster you go, the safer you are, so I pedaled like mad and managed one lap. I kept going and started to enjoy it. So much so, I forgot to pedal and immediately fell off. So you'll be going back. You try stopping me. How long have you been cycling then? I started road cycling when I was 6 and got hooked immediately. I practiced sprinting between two streetlights over and over. I've always been competitive and I work harder than anyone else. If I don't win, I need to know why. I copy the person who beat me. I won't stop till I'm better than them. The stiff competition in the cycling world is what drives me. You've been to the velodrome, haven't you? Yeah, the track itself is amazing. Such a steep angle and the bikes have no brakes. If you stop pedaling, it stops. Although I'm not such an experienced cyclist as you, I jumped at the chance to try it. And wow! From the position of the start line, that steep slope looks like a mountain. I was told the faster you go, the safer you are, so I pedaled like mad and managed one lap. I kept going and started to enjoy it. So much so, I forgot to pedal and immediately fell off. So you'll be going back. You try stopping me. Extract 3. You hear a man called Roy
Okay. Demak, qani belgilab bo'lgan bo'lsanglar, endi kommentariyada yozib yuboramiz javoblarni. Men endi sizlarga I birma-bir kept tahlil qilib going till I'm tushuntirib better beraman. than them. The stiff competition in the cycling world is what drives me. Competitive, and I work hard to practice sprinting. How long have you been cycling then? How long have you been cycling then? Xo'p, qachondan beri cycling qilasan deb birinchi bo'lib ayol so'rayapti. Endi biz mana shu bo'yicha diqqat bilan qarashimiz kerak o'z javob bilan qo'yishimizga. Tak, ketdik. Qachondan beri dedi? I road cycling when I was 6 and got hooked Demak, 6 yoshdan boshlab juda ham qiziqqan ekan. immediately. I practiced Mana tezda 6 yoshdan beri qiziqib ketgan ekan. sprinting between two streetlights over and over. Va ikkita demak, nima street ko'chani o'rtasiga qayta men cycle qilaverardim deyapti. Competitive, and I work harder than anyone else. If I don't Demak, mana bu yerda qarayapti. Diqqatli bo'ling. Men hammadan ko'ra ham qattiq ishlaganman, qattiqroq ishlaganman deyapti. win, I need to know why. I copy the person who beat me. I won't stop till I'm better than them. The stiff competition in the cycling world is what drives me. You've been Mana competition, ya'ni ayniqsa competition ayni mana shu yerdagi raqobat ham mani oldinga surgan narsa bo'lgan. Ayni ularni kopiya qilib, ular qilgan narsani yanada yaxshiroq qilishga harakat qilganda, shu bo'yicha endi olib qarasanglar, yoshi asosiy bizda menga success bo'ldi demadi. Prosta necha yoshdan boshlaganligini aytib ketish uchun aytdi buni. Lekin role modellarga keladigan bo'lsak, ularni ham eng asosiy successga sababchi demadi. Ya'ni asosiy sabab men hammadan ko'ra qattiqroq ishlaganman dedi. Ya'ni qattiqroq ishlash, complete dedication, ya'ni fidokorlik bo'ladi, to'g'ri javob A. Tak, 27. When talking about a cycling, demak, endi ayol o'zining fikrlarini aytyapti. Xo'p, buni ham eshitib ko'raylik. velodrome, haven't you? Yeah, the track itself is amazing. Such a steep angle and the bikes have no brakes. If you stop pedaling, it stops. Although I'm not such an experienced cyclist as you, I jumped at the chance to try it. And wow, from the position of the start line, that steep slope looks like a mountain. I was Ya'ni xuddi o'sha tog'dagidek men bu bo'yicha tajribam yo'q bo'lsa ham, lekin eshitganimda bu tajribani sinab ko'rish uchun birdaniga sakrab o'tirdim deyapti-da. Ya'ni qiziqibdi demak, qo'rqadi degan narsa chiqib ketadi-da o'zi. Instruksiyalarga demak qabul qilmaslik deyapti hozir. Well, the faster you go, the safer you are, so I pedaled like mad and managed one lap. I kept going and started to enjoy it. So much so I forgot to pedal and immediately fell off. So you'll be going back. You try stopping me. Oxirida ham so'rayapti, ya'ni qancha tez nima qilsang yursang, shunchalik o'sha xavfsiz bo'lasan degan nimani qildim. Shuning uchun ham qayta-qayta o'sha tez yurib ketganligim uchun ham oxirida pedaling, ya'ni o'sha pedallarni aylantirishni to'xtagan, keyin oxiri yiqildim degan narsani aytyapti. Ya'ni bizda endi javob sifatida oladigan bo'lsa 27 ga to'g'ri javob C bo'ladi. U challenge-ni qabul qildi. U haqida boshqa, ya'ni bunaqa sport turida o'zini hech qanaqa tajribasi yo'q bo'lsa ham, lekin qiziqqanligi uchun bittada sinab ko'rdi. Hech qanaqa instruksiyalarga nima qila olmaslik, qabul qila olmaslik, instruksiyalarga e'tibor bera olmaslik, bu variantli bittada o'zi chiqib ketadi-da, lekin chunki bular haqida bizda ma'lumot berilganligi yo'q edi. Asosiy beriladigan tushunchalarimiz ayni mana shu yerda, xuddi shu qismlarda to'liq qarab, tahlil qilib o'tilganda tushunishimiz, bir-biridan farqlashimiz, to'g'ri o'rganib ketishimiz shunchalik oddiy va oson tarzda kechadi. Lekin ma'nolarga ham iloji boricha tahlilni to'g'ri qilib, ma'nolarga ham e'tiborli bo'lishimiz lozim. Tak. Shurigacha bo'lgan qismi tushunarli bo'lgan bo'lsa, okay. Yaxshi. Demak, tushuna olgan bo'lsanglar, I found bo'lsa yaxshi. Ikkalasini ham topganlar bor, bittasini topganlar bor, tushunarli. Qancha bor e'tibor berib, qarab, tahlil qilib o'tadigan bo'lsa, o'zimizga ham shuncha tushunishga bari yordam beradi. Yaxshi, lekin ko'pchiliginglar yaxshi belgilab, topib, ifodalab o'tibsizlar. Ma'no mantig'ida yoritib berilishda hech qanaqa bir katta muammolar uchramabdi. Yaxshi, shu tarafda menga ancha ma'qul bo'ldi. Aynan to'g'ri va o'rinli yechganligimiz. Okay. Xo'p, shu yergacha bo'lgan qismi tushunarli bo'lgan bo'lsa, nimaga ko'ra bo'lishi kerak, qanaqa bo'lishi kerak,
nimalarga e'tiborli bo'lishimiz kerak degan buni yetish uchun qancha to'liq tahlil qilinsa, o'rganishga ham albatta bizga zo'r foydasi tegadi. Shuning uchun ham practice-ni o'rinli tarzda olib borishimiz lozim. Tak, bular tushunarli bo'lgan bo'lsa, nima va qanday bir-biridan farqlanadi tushunolgan bo'lsangiz yaxshi. Endi eng oxirgi ikkitasini yechib ko'ramiz. Eng oxirgi ikkitasi endi sizlarning o'zingizga bo'ladi. Buni audiosi bilan birgalikda to'liq tushuntirib, tahlil qilib beraman. Buni oxirgi ikkita variantini kommentariyada qarab turinglar. Buni oxirgi ikkita varianti skrinshotda tushmay qolgan ekan, kommentariyaga tashlayveraman. Kommentariyaga tashlayveraman. Qani bir boshdan ko'ramiz. Qaysi bir bo'ladi. Ko'rganlar reaksiya bosib qo'yadi. Buni tarjima qilib bermayman. Ekranda to'liq ko'rsataman. O'zingiz qarab, demak ketishingiz kerak bo'ladi. Work harder than anyone else. If I don't win, I need to know why. I copy the person who beat me. I won't stop till I'm better than them. The stiff competition in the cycling world is what drives me. You've been to the velodrome, haven't you? Yeah, that itself is a MOPS. Although I was taught to enjoy it. Ketdik. Extract. Extract 3. You hear a man called Roy talking about bees on a phone-in program. Now look at questions 5 and 6. So, Roy, what do you want to talk about on the programme today? I want to talk about bees. Bees are a vital part of our ecosystem. They're friendly creatures and they're declining in numbers. For what it's worth, my own experience is much like that of other callers who've reported near normal numbers of bumblebees, but virtually no honeybees. I think there's a distinct lack of wasps too. I'm at a loss to know why, though I've read interesting articles about the domestication of bees and poor practices of modern beekeepers. But it seems clear that we can't discount what others see as the number one culprit: the overuse of chemicals by gardeners. So, what do you suggest gardeners do, Roy? Well, the best thing anyone lucky enough to have a garden can do is provide a bee-friendly area. And the good news is bees prefer lazy gardeners, which I suspect is most of us. A wild garden providing a natural habitat is the way forward. Choose what you plant carefully. It doesn't have to be hard work, but it could make a big difference. And buy your honey from local suppliers you know and trust. So, Roy, what do you want to talk about on the programme today? I want to talk about bees. Bees are a vital part of our ecosystem. They're friendly creatures and they're declining in numbers. For what it's worth, my own experience is much like that of other callers who've reported near normal numbers of bumblebees, but virtually no honeybees. I think there's a distinct lack of wasps too. I'm at a loss to know why, though I've read interesting articles about the domestication of bees and poor practices of modern beekeepers. But it seems clear that we can't discount what others see as the number one culprit: the overuse of chemicals by gardeners. So, what do you suggest gardeners do, Roy? Well, the best thing anyone lucky enough to have a garden can do is provide a bee-friendly area. And the good news is bees prefer lazy gardeners, which I suspect is most of us. A wild garden providing a natural habitat is the way forward. Choose what you plant carefully. It doesn't have to be hard work, but it could make a big difference. And buy your honey from local suppliers you know and trust. That is the end of part 5. Okay. Tamam, belgilab bo'ldik, ha? Belgilab bo'ldik. Demak, hamma joyda bir qarab chiqib, tahlillari, tushunishimiz, yaxshilab bir o'rganib ketishimiz kerak bo'lgan tushunchalarni bir qarab oringlar-chi.
Okay. Demak, qarang, bizada 28-savolimizni javobi aynan C variantiga to'g'ri kelardi. To lend his support to view that that's been expressed, yeah. Chunki bu yerda why has he founded the program? Nima uchun demak programmaga nima uchun deyapti-da, qarang, why? Chunki bizga sabab kerak. Demak, bizada asosiy va o'rinli sabab o'z-o'zidan C bo'lardi. 29da esa to'g'ri javob B bo'ladi. Demak, certain things encouraging people to grow certain things. Aynan bir necha narsalarni odamlarga o'stirishga encourage qilish. Qarang, bir-birida detallari shunchalik bo'ladi. Endi bunda mana o'zinglar aytganinglarda hali tushuntirib bermadim bunisini. Bitta qarab, demak, tahlil qilganda nechta chiqqanligini kommentariyada aytib yuboraylikchi. Nechta chiqdi ikkinchisida? Uchinchisidan aniqrog'i. O'zingiz aytganingizda mana shu ikkita savolda nechta chiqdi, ikkalasi to'g'rimi yoki xato? Okay. Demak, bu yerda endi nisbatan yaxshiroq. Bitta to'g'ri, ikkita, to'rtta, ikkita topdim, yaxshi. Ikkalasi ham to'g'ri, yaxshi. Ko'pchilikda o'zi yaxshi chiqibdi. Okay. Demak, nimalarga qarab yetish kerakligini tushuna oldinglar. Demak, bizada ayni mana shu yerda qaysi, nimasi ko'proq bizga foydali bo'ladi. Xo'p, endi mana shu haqida gaplashamiz kerak. Birinchi o'rinda to'g'ri javob topishimiz uchun, keywordlarimizni o'rinli belgilashimiz uchun birinchi o'rinda bizga yordam beradigan narsa listeningda har bitta audioda yetkazib berilayotgan, audioda bizga o'sha berilayotgan fikrlarni to'liq tahlil qilish bo'ladi. Ikkinchi eng asosiy narsa har doim tahlillarni to'g'ri qilish, ularni to'g'ri va o'rinli tarzda ifodalash bo'lar ekan. Keyin eng asosiy narsa esa mana shu yerda demak, e'tiborli bo'lgan jihati yana nima bo'ladi? Tahlil qilganimizda, xo'p, demak, aynan encouraging people to grow certain things, aynan odamlarga bir necha, qarang, demak, noto'g'ri variantni birdaniga chiqarib tashlash kerak-da. Qachon noto'g'ri variantni birdan chiqarib tashlasangiz, demak, mana shu yerda to'g'ri javob tanlashingiz shunchalik oson bo'ladi-da. Shuning uchun ham to'liq tahlil qilib, demak, qancha ustida ishlasangiz, bu sizga haqiqatdan zo'r yordam beradi. Demak, shuning uchun ham ma'lumotlarni to'g'ri joylashtirib, ularni ma'lumotlar asosida to'g'ri olib borsangiz va listening qismida noto'g'ri variantlarni birdan chiqarib tashlashingiz kerak. Gapni boshida nima deyilayotganligini, qayerda qaysi so'z bilan sizga keyword berayotganligini topadigan bo'lsangiz, bu sizga zo'r yordam beradi. Demak, shuning uchun ham tahlilni o'rinli tarzda qilib, practice-ni e'tiborga oladigan bo'lsak, natija qilishimizga ham qiyin bo'lmaydi. Part 5 da qiynaladigan ko'p o'quvchilarimiz bor-da, o'zi Part 5 da, chunki Part 5 o'zi partlar orasida eng qiyin partlardan biri. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Shunday ekan, demak, biza to'g'ri javob olishimiz uchun aynan Part 5 ga qanaqa to'g'ri tayyorgarlik qilib olib borsak bo'ladi. Birinchi o'rinda Part 5 da o'rinli va yaxshi natija olmoqchi bo'lgan har bitta o'quvchilarimiz, demak, ko'proq Part 5 ni podkast qilib eshitib turishinglarni maslahat beraman. Qancha Part 5 ni ko'proq eshitib, podkast qilib tinglaydigan bo'lsangiz, bu sizga shuncha zo'r foyda beradi, shuncha zo'r foydasi bo'ladi. Nimaga? Demak, ularni ma'nosiga yanada yaxshiroq tushuna boshlaysiz. Ya'ni qancha podkast qilib eshitadigan bo'lsangiz, ularni nimaga ko'ra aytilayotganligi, qanaqa ifodalanayotganligi, e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan jihatlari hammasini juda ham oson, juda ham yaxshi tushuna boshlaysiz. Shuni hisobiga, demak, ancha to'g'ri javoblarning soni ham oshib qoladi. Shuning uchun ham bu narsa juda ahamiyatli. Keyingisi esa bizda, demak, ayni keyingi e'tiborimizga ega bo'lgan qarashimiz, tahlil qilishimiz kerak bo'lgan jihati bu nima hisoblanadi? Demak, savol sizdan nimani so'rayotganligini to'g'ri topib olish. Ko'pincha shu narsaga adashamizda, demak, bizdan so'rayotgan savolimizni, nimani so'rayotganligini, u yerda urg'u nimaga berilayotganligini tushunmay qolishimiz mumkin bo'ladi. Lekin o'sha yerda siz qancha ustida ishlasangiz, uni to'g'ri tahlil qilib, ma'nolari bilan to'g'ri ketadigan bo'lsangiz, bu yerda ham siz natijalarni yanada ahamiyatli, yanada osonroq usulni topishingiz mumkin bo'ladi. Asosiysi, ularni ifodalash usuli, yoritib berish yo'llariga to'g'ri harakat qilish kerakki,
maksimal tushunib olishga. Part 5 ni asosiy bizda qiyinchiligi sal tezroq gapirishida, keyin ichida ishlatiladigan so'zlarni birdan tarjima qilib, ham audioni birdan bir o'sha to'g'ridan to'g'ri tarjima qilishga qiynalib qolishimizdan kelib chiqadida. O'sha paytda qancha siz diqqat bilan tinglasangiz, fokusingizni to'g'rilab diqqat bilan tinglasangiz va sizga yetkazib berilmoqchi bo'lgan, tushuntirilishi ehtimoli bor bo'lgan o'sha umuman tushuntirilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni qancha bir-biriga o'sha yaxshi tushuna olsangiz, nimasi qanaqa ketyapti, qaysi nimaga ko'ra ketdi, qancha e'tibor berilsa, bu yerda ham tahlillaringizga bu haqiqatdan zo'r yordam beradi. Shuning uchun ham demak, ma'lumotlarni berishimizga bu albatta foydasi bor. Xo'p, part 5 ni ko'proq practice qilinglar. Kerak bo'lsa podkast o'rnida qo'yib, audio qilib ham eshitaverish kerak. Bu ham sizga zo'r foyda beradi. Hammangizga demak kattakon rahmat. Bugungi darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimiz davomida sizlarga kerakli tushunchalar bilan birgalikda demak, tushuntirib, o'rgatib o'tishga harakat qildik. Bugungi darsimiz foydasi tekkan bo'lsa, nimadir o'rgana olgan bo'lsangiz, biz juda ham xursandmiz. Darsimiz oxirida esa, demak, dekabrchilarimiz uchun kichik bir e'lonimiz bor. Dekabr oyida tayyorgarlik qilib, demak, natija olmoqchi bo'lgan o'quvchilarimiz uchun intensiv kursimizga qabul ochiq. Agarda siz dekabr oyiga topshirib, yaxshi natijalarni olishni, demak, rejalayotgan bo'lsangiz, sizni dekabr oyigacha maksimum tayyorlab beradigan kursimiz bor. Aynan mana shu kursimizga bemalol qo'shilsangiz bo'ladi. Kursga qo'shilish uchun mana shu ko'k yozuv ustiga bosasiz. Kurslarimizda darslar har kuni bo'lib o'tadi. Ya'ni 21:00 da har kuni bo'lib o'tadi. Demak, mana shu yerda ularni ham to'liq ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, darslarni ham bemalol ko'rishingizni tavsiya qilaman. Har kuni ko'rib boraverasiz. Bu ham sizga zo'r foydasi tegadi. Darslar har kuni bo'ladi. Yakshanba kuni ham darslar 2 mahal bo'ladi kuniga. Ya'ni birinchi mahali to'liq asosiy ustoz, ya'ni o'zim tomonidan o'tib beriladi. Ikkinchisi esa support teacherlar tomonidan berilgan vazifalarni jonli tahlili ham bo'lib o'tadi. Ya'ni ikki tomondan ham yutasiz. Tushunarli? Hammaga kattakon rahmat. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bugungi darsimiz juda ham xursandman. Hammaga rahmat, salomat bo'ling. Goodbye.